deding bolalar bilan qo'limda. Opa, o'zing bo'ldi. Bo'ldi. Akam bo'ldi. Nima deding? Ikkita bolam bilan mashinada menga. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? YouTube obunachilarim yaxshimisizlarmi, charchamayapsizlarmi? YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar ko'rib turganim juda ham xursandman. Bilsalaring, Instagramda porlayotgan voqea taksi haqida. Bu chala mulla Firdavs hisob bo'ldi-ku hozir, hisob ichib qo'ygan. Bolani yaxshi ko'rsatardim, Instagramdan zo'r edi. Instagramda hayoti boshqa, batak oddiy hayot boshqa-da. Instagramda o'zicha chalamullalik qilardi. Mana endi bunaqa o'tiribdi. Nurik bilan ekan. Ko'ringlar, uzoq qoldinglar, chiqsaqlarga, ko'tib o'g'larga. Obuna bo'lamiz, like bosamiz. Obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar do'stlar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Toshkentda haydovchining birgina gapi uning hayotini oldin va keyinga bo'lib, haqiqiy dahshatga aylantirdi. Haydovchi yo'l davomida bolasi doimiy ravishda o'rindiqni tepib kelayotgan ayolga tanbeh bergan. Bunga javoban ayol: "Bolam tepishi uchun pul to'layapman, jimgina olib bor" degan. Hop, pulini bersiz, tepib, dabdala tashish shart emasmi? Pulini beryapman. Hamma pulga ketadi, tekinga ketmaydi hamma. Hamma shu hech kim bunaqa muomala qilmagan, bolamni olib borgan. Shundan so'ng haydovchi mashinani to'xtatib, yo'lovchilardan tushishni so'ragan, ammo ayol tushishdan bosh tortib, akalarini chaqirgan. Ular yetib kelib haydovchini kaltaklagan va mashinasiga zarar yetkazgan. Haydovchi hayotidan xavotirlanib, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Keyin esa aka-ukalar bloger ekani ma'lum bo'lgan. Ular darhol haydovchi, go'yoki ayol va uning farzandiga tegajog'lik qilgani, ularni mashinadan tushirmagani haqida video tarqatgan. Video tezda ommalashib, haydovchi va uning oilasi ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy ta'qib, tahdid va hatto o'lim tilaklariga duch kelgan. Agar men isbotlab bersam, bularga umuman hech qanaqa yomon gap gapirmaganligimni isbotlab bersam, kerak. O'shani gaplashamiz hisobda. O'shani. Ha, gaplashamiz. Agar siz nima qilasiz, okey? Men nima qilishim kerak? Men sizga do'rjim emas, ishtimaga. Nima, bloger ekansiz, okey? Bloger ekansiz, okey? Ha, o'zimiz gaplashamiz, okey? Qo'y yoki terpilamiz, o'chiring kamerangizni. Nima bo'ldi? Sqirtdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Sanki olsanda videoga tushib berish kerakmi? Nur 72 nani shuncha xodimlarni ovora qotdi, endi plos. Hamma o'rtog'imni tirikchilikdan qo'yib olsalar. Silqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo, tushmaysan, narsangni olib qo'yaman", deb narsasini olib qo'ygan. Keyin tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldiryapsiz. Men tushmayman. Bu qochmoqchi bo'lib meni mashinani avariya qilib urgan. Oxir O'zlari yo'liga chiqib urgansanlar-ku, to'xtagansanlar. hozir zamon ko'tarmaydi. Buni bizib chochib yuborsa ham bo'lardi mana. Shuncha bo'lib. Latte krisalar shakallar bilan. Siz bilan qo'yaveramiz, oshna qo'yinlari bo'lsa, uniki video qilib qo'yinglar, qanaqa krisa gnidalar ko'chada yurganini. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Salsanlar krisa. Tushing meni mashinamdan. Tushib turing bo'ldi. Kelsin bo'ldi, shu yerda o'tiraman men. Gapirgan gapingizga javob berasizmi? Aha. Bu qanaqa gap gapirdim men? Video tarqataman debsizmi? Men hayotda ikkita bola bilan yolg'on gapirmayman. Bo'l. O'zi chiqqandan beri nidoni gapirib, bunaqa qilyapsiz bolani. Bola deb qo'yibdi buni, har qishmay tushmaydi. Tefotni qarang dedim. Tushmaydi. Men urdim ham, jim o'tiraman dedim. Tushunmadi bu. Bola tushmaydi qishnaman. Tefot dedim. Qarang dedim. Men kerak bo'lsa tozalab tushib ketaman, unaqa gapirmang dedim. Pulini beryapman deyapsiz. Hop, pulini bersiz, tepib, dabdala tashish shart emasmi? Pulini beryapman. Hamma pulga ketadi, tekinga ketmaydi hamma. Hamma shu hech kim bunaqa muomala qilmagan, bolamni olib borgan, qizim deb muomala bo'lish kerak odam deganda, xo'pmi? Muomalani. Qo'limda bola turibdi. Qo'limda bola turibdi. Nima deding menga bolalarim bilan qo'limda? Bo'ldi, gaplashamiz. Bo'ldi, oz ko'rasan. Opa. Nima deding bolalar bilan qo'limda? Opa, o'zing bo'ldi. Bo'ldi. Akam bo'ldi. Nima deding ikkita bolam bilan mashinada menga? Nima deding ikkita bolam bilan? Qo'shtonma. Mana hozir men ukamni urib savalab tashlagan ekan, ko'chadagi blogerlar, ko'chalar bor ekan, yangi ko'chalar chiqib qopti-yu. Mana ukamni hozirgi holati, o'zi holatni bilmasdan hamma xohlagan gapini gapirib tashlayapti. Mana shu bolani, mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan. Hamma yog'ini urib tepib dabdalasini chiqarib tashlashgan.
Buni aybi nima? Viloyatdan bo'lganligimi? Xohlagan gapini gapiryapti. Men iminni videoyimga qo'yib qo'ydim, shu ukam uchun. Bitta kirib ko'ringlar. Vaholanki taksining ichida o'zi videoda nima bo'lganini ko'rasizlar, o'zingizlar keyin xulosa chiqarasizlar. Iminda komment yozib olganlar, u o'sha videosini o'chirib tashlab bo'pti. U videosini biz sketchat qilib olganmiz. Hozir u bo'yicha ham atdinda gaplashamiz. Iminda Xonoboddagi vrachlar ham hozir umuman ekstreni hech narsa qilmagan, hattoki ekiga ham olmagan. Men o'zim vrachman.